Assalomu alaykum do'stlar. Men G'ayrat. Siz sun'iy intellektlar YouTube kanalidasiz. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan qanday qilib sun'iy intellekt yordamida prezentatsiya tayyorlashni o'rganamiz. Qani boshladik. Xo'sh, mana Gamma deb qidiramiz. Chromedan yoki browser farqi yo'q. Gamma deb qidiramiz. Va mana bu yerda gamma.app deb turibdi. Shuni ustiga bosamiz. Bu yerda hozir menda akkauntga kirilgan. Hozir bu yerdan chiqib boshqatdan ko'rsatamiz. Xo'p, xuddi shu holatda bo'ladi sizlarda ham. Yoki umuman boshqa holatda bo'lishi ham mumkin. Shuni ham bir yo'la ko'rsatib o'tib ketaman. Yangi kirayotgan bo'lsanglar agar. Yangi kirayotganda Start Free Trial dan boshlanadi. Endi sizlarda ham xuddi shu muammo bo'lmasligi uchun men mana bu yerda chiqdi mana. Login yoki Start for Free. Loginni bossangiz hozirgi men kirgan akkauntga kirib ketadi to'g'ridan to'g'ri. Start for Free deb bossangiz akkaunt kirgishingiz kerak bo'ladi. Google'ni bosamiz. Bu yerda akkauntlaringiz chiqadi. Bittasiga bosasiz. Telefon bilan bir xil. Davom aytaman. Yaxshiroq ko'rinish uchun kompyuterda qilamiz. Xo'p, mana. Bu yerda boshlandi. Xuddi shunaqa holatda. Ishingiz uchun bo'lsa for work, for personal use, shaxsiy ishlar uchun, ta'lim uchun bo'lsa for education. Ta'limda bo'ladigan bo'lsangiz, asosan ko'pchilik shuni ishlatadi. Shuni bosganingiz ma'qul. Endi bu shunchaki so'raydi xolos. Ta'lim berasizmi yoki studentmisiz? Studentlar menimcha ko'proq ko'rishi mumkin. Bu yerda undergraduate yoki high school tanlaysiz. Farqi yo'q, bular o'qishingizni so'rayapti xolos. Xo'p, nima uchun foydalanasiz deyapti? Prezentatsiya yaratish uchun bosasiz. Friend or colleague bilan bu kimdan eshitdingiz deyapti, qizig'i yo'q. Xo'p, mana bu yerda post in text, paste in text. Ya'ni bu yerda o'zingiz tekstlaringizni o'zingiz yozishingiz kerak. Bu uchun bunisida generate qilasiz, ya'ni o'zingiz birorta gap yozasiz, o'shani prezentatsiyaga beradi. Ya'ni prompt yozsangiz bo'ldi. Bu import file or your URL. Bunda fayl yuklaysiz, o'shandan prezentatsiya qilasiz. Hop, bu hozircha yangi ekan, bu shart emas sizlarga. Generate. Shuni ustiga bosamiz. Hop, mana prezentatsiya qilish uchun bu yerga yozishingiz kerak. Ingliz tilida yozsangiz yaxshiroq bo'ladi. Mana o'zbek tili bor bu yerda. Bu yerga kirasiz agar sizda ingliz tili turgan bo'lishi mumkin birinchisi. Hop, mana tillar turibdi. Eng pastga tushsak, ingliz tili bor. Rus tili kerak bo'lsa, rus tili, qidirasiz tillarni, ingliz tili kerak bo'lsa, ingliz tili. Ustiga bosasiz. Prompt yozganda prosta shunchaki ingliz tilida yozganingiz ma'qul. Ingliz tilini bilmasangiz, xuddi shunaqa yozing. PPT bu degani PowerPoint presentation, ya'ni prezentatsiya about haqida degani ingliz tilini bilmaydiganlar uchun PPT about deb turib, siz o'zingiz mavzuyingizni yozsangiz bo'ldi. Farqi yo'q qanaqa mavzu bo'lishi, o'zingiz mavzuyingizni yozing. Matematika bo'ladimi, biologiya, algebra, oliy, bular farqi yo'q. Oliy ta'limdagi mavzular bo'ladimi? Xo'p, misol uchun men shunchaki Amir Temur deb yozib qo'yaman. Amir Temur mana. PPT about Amir Temur. Amir Temur haqida PPT tayyorla degan maqsadda beramiz. Xo'p, bunisi mana qanaqa shaklda bo'lishi, traditional. Menimcha mana shu o'z holatda qolgani yaxshi va bu 10 ta kar deyapti. Mana bu yog'i pulli ekan 10 tadan ko'pi. Bu prezentatsiyani slayd, nechta slayd? Kimgadir 5 ta yetadi, kimgadir 10 ta, kimgadir shu ko'proq bo'lsa sotib olishingizga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, endi mana yozdik generate outline. Buni ko'rib olinglar. PPT about deb turib yog'iga qanaqa mavzu bo'lsa yoza olasizlar. Farqi yo'q. Kosmos haqida ham deb yozsangiz ham bo'laveradi. Farqi yo'q, yozib beradi. Mana bosdik. Generate outline. Bu yerda tayyorlayapti bizga. Hop, mana o'zbek tilida yozyapti. Amir Temur kim? Temuriylar oilasi, harbiy yurishlar, yutuqlari Samarqand va Ilmada. Shunaqa 10 ta tayyorlaydi hozir bizga. Va e'tibor bersanglar, bu menimcha nechtadir ham kredit oladi. Ya'ni 400 ta kredit beradi boshida. 400 ta kreditni nechtadir PPT ga ishlatasiz albatta. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Hozir bu tayyorlayapti. Qanday qilib qayta foydalanishni bundan oldingi videolarda o'rgatgan edim. Esinglarda bo'lsa, temp maildan kirib turib, emaildan qayta kiradigan bo'lsangiz, har bitta ochgan yangi emailingizga 400 ta beraveradi. Shundan foydalanishingiz mumkin. Chunki studentlarga 400 ta yetmaydi-da, u aniq. O'zim ham studentligim uchun bilaman bu narsani.
Hop, mana tayyor bo'ldi. Generate deb bosamiz. Ya'ni bu mazmun jihatlari. Mazmunni ko'ryapsiz bo'ladi. O'zgartiradigan joyini o'zgartirishingiz mumkin mana nimalar haqida yozishligini. Hop, generate bosamiz. Mana boshladi uje. Mana AI onasigacha gapiryapti. That's cool. Zo'r. Bu yerda rasmlar ham tayyorlayapti. Hozir ko'ramiz. Rasmlarda hammasini o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri tahlil qilib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda siz birinchi qani yasayapsiz deyapti, prezentatsiyani o'rgatyapti endi bizga. Nimalar qilish kerak, nimalar qilish mumkinligini. Masalan, buni ustiga bosib turib, mana bu yerdan o'zgartirsa bo'ladi. Edit image deb mana rasmlarni o'zingiz qo'ysangiz bo'ladi. Bu yer matn, mana bu yerda o'zingiz yozib tahlillasangiz bo'ladi kerakli joylarini. Bu yerda ham rasm, bu yerda masalan o'zi chizgan Amir Temurni. Mana bu narsalar Samarqanddagi Bobur Mirzoni rasmini ko'ryapsizlarmi? Bu AI yaratganda endi biroz niqib ketgan. Buni yo'q qilsanglar ham bo'ladi bu rasmni yoki umuman boshqasiga aylantirib ham bo'ladi. Chunki bu holatda prezentatsiya qilib bormanglar yana. Mana buni yo'q qilsak bo'ladi, o'chirib. Yana shu yetadi shu. O'zingiz bir qator ko'zdan ko'chirib chiqqaningiz yaxshi. 4 ta ko'zlik qilib qo'ydi uni. Hop, mana shu prezentatsiya tayyor bo'ldi degani. Endi buni qanday yuklab olamiz? Share'ga bosasiz, ustiga bossangiz mana export turibdi, yuklab olish bosamiz. PDF formatda, mana PowerPoint formatda, Google Slides formatda yoki PNG formatda yuklab. PNG bilan Google Slide unchalik tavsiya bermayman. Agar siz katta ekranlarda, masalan, studentlarning oldida ko'rsataman deyotgan bo'lsangiz, PDF yoki PowerPoint yaxshi variantroq bo'ladi. PowerPointda ko'pchilik o'qimasligi ham mumkin, chunki ko'p katta ekranli televizorlarda ko'rsataman desangiz, PowerPoint o'qimasligi ham mumkin. PDF ham yaxshi variant bo'lishi mumkin. Hop, masalan, mana PDF ni ustiga bosdik va u mana yuklab olmoqda. Xo'sh. Mana tayyor bo'ldi. Albatta endi made with Gamma deb yozilgan bo'ladi. Endi bu o'zlarining reklamasi. Tabiiyki sizga bepulga qilib beryapti shuncha narsani. Bu menimcha ortiqchalik qilmaydi made with Gamma. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va sun'iy intellektlar kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xudo xohlasa bundan da foydali videolar hali oldinda. O'zimga o'zim challenge qilganman har kunlik qandaydir bir foydali video qilishni. Xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.